Keling. Mana shu uy aka. Shu holatda olganmiz. Shu yerda remont qilish kerak. Lekin to'g'ri aytsam o'zim tushunmayman bunaqa narsalarni. Shuning uchun o'zim olib keldim. Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Nech pul xarajat bo'ladigan bo'lsa, bemalol aytavering. Hal qilamiz, aka. Faqat iltimos. O'ziga qilgandek qilib bering shu uyni. Lekin 20-gacha bitirishimiz kerak uyni. Ha, 20-gacha bitirish kerak. Ha, mayli, harakat qilamiz. Iloji bo'lsa, bugundan ham boshlayvering. Qancha tez bitsa, shuncha yaxshi. Bugundan emas, ertadan tushaman. Bo'ladimi? Ha, boshiga lekin xarajatga ozgina pul tashab ketasiz. Kelishdi aka. Rahmat. Sog' bo'ling. Xudo xolisi chiroyli qilib qilamiz. Aka, bu trubalaringiz bo'lmaydi. Nima bo'lmaydi? Mana ko'rinadigan tomoniga ishlat. Ani ko'rinmaydigan tomonigachi? Ani uyda qiluvdik-ku, o'sha trubalarni olib keltirib beraman. Qaysi edi? Ani uchastkadan eski zanglagan trubalar chiqdi yurasa. Voy, aka, bu bo'lmaydi-yu. Zanglayotibdi hamma yoq. Nima bo'lmaydi? Ichida qolib ketadi. Aka, keyinchalik so'qib ketadi. G'alati lekin. Qilib beravergan ukam, sendan maslahat so'rayapmanmi? Aka, menga unaqasi kerak emas. Aytdim, u sizga arzonchisi bo'laveradi. Ha, sinig'i bo'lsa ham mayli, Mahmudga urib yorishga-da, tez qilib chiqib ketish kerak. Qimmati shart emas, aka, o'sha arzonidan kelib qolsa ayting, bo'ldi, o'sha arzonini beravering, bo'laveradi. Aha. Bo'pti, chiqarib yuborarsiz. Bo'ldi, xo'p, dastavkani pulini berib yuboraman. Qimmatini nima qiladi bu uyga? Assalomu alaykum. Assalomu Yaxshimisiz? alaykum. Yaxshimisiz? Qanaqa aboylar qaryaptidingiz? Uyga, remontga. O'tirib turing, hozir katalog olib kelaman. Lekin bu darajada qiyshuv qilasanlar deb o'ylamadim, devorni. Aka, biz suv oqib yurgan bola emasmiz-ku. Ha, mayli. Aboy tagida qolib ketadi, hech narsa qilmaydi. Aboy yopishtirganmisanlar? Aka, suvni o'zi birinchi marta qilishimiz-ku, aboyga yo'l bo'lsin. O'zlaring yopishtirib berasanlarmi aboyga? Yo'q-e. Kelishamiz. Aboychiga addenni pul berib o'tiramanmi? Mana bu qiyshuv devorni o'zlaring yopib berasanlar. Nech puldan yopishtirasanlar aboyga? Mana qarang, mana bular ham yaxshi. Yo'q, hammasini ko'rdim. Menga oddiy, arzoni kerak aka. Ha, o'zi shundoq ham arzon-ku bizda. Yo'q, tushunmayapsiz. Devorga shunday yopishtirib yuborsa bo'ldi. O'zi uyga olasizmi? Yo'q, bitta joyda uy remont qilamiz. Shu devorga yopishtirib yuborsak bo'ldi-da, shunga kerak. Men sizni tushundim. Bizda unaqalar yo'q. Menga qara, ana aytgan joyingga keldim. Bu yerda hammasi yaxshi aboy-ku. Bu yerdan aboy olsam menga hech qancha pul qolmaydi hozir. Arzoncha aboydan olib beraman. O'shani yopishtirib yuborurlaring. Stikini keltirib yuborasan, hech narsa qilmaydi. Bu aboyni uvol uyiga yopishtirish. Xo'p. Sifatli mahsulotlardan ishlatdingiz? Shunaqa polni o'sha boshidan hamma yaxshi narsalarni tiqib qildik. Baraka toping. Xudo xolasa yana 5 ta uyimiz bor. Ularni ham o'zingiz qilib berasiz. Bo'ldi, etsiz qilib tashlaymiz aka. O'zi bergan pullarim yetdimi? Pulchi uch bo'ldi. Bir amallab yetkizdik. Bu pulni ham oling. Yo'q, pul berdiz-ku aka, bu pul oldik-ku. Oling aka. Buni xo'jayimiz berordilar. Ustilarni ham rozi qilgan deb aytgandilar. Bu uyga ochig'i xo'jayimiz o'zlari uchun emas, yetimi bor beva ayollar uchun niyat qilib remont qilardilar. Shu hisobga siz ham sherik bo'ldingiz aka. O'shaning uchun
sifatli mahsulotlardan bo'lsin, o'zingizni remont qilgandek qilib bering deb ko'p gapirganim sababi shu. Noto'g'ri tushunmaysiz aka? Ha. Yo. Noto'g'ri tushunmaymiz. Xudo xolasa, shu savobli ishga siz ham sherik bo'lasiz. Rahmat. Bugun mana shu uyga haqiqiy egalar keladi. Menimcha kelishi shakilli. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Yangi uylaringiz moro bo'lsin. Rostdan meni uyimmi? Rostdan. Bu uy sizniki. Endi qizlaringiz bilan mazza qilib yashaysiz shu uyda. Uylaringiz muborak. Aka, sizga ham nima deyishni bilmayapman. Nima bo'ldi? Nima yig'layapsan? Kuyovingiz olamdan o'tganlaridan keyin kelinli uyimga sig'may qolganimda ham siz kichkina uyingizdan menga ham bolalarimga ham joy berdingiz. Sizni o'zingizga ham oson emas aka. Ro'zg'oringiz bor, tashvishingiz bor. Bolalarimni ham xarajati sizni bo'yningizga tushdi. Lekin biror marta og'irliging tushyapti demadingiz. Ey, nima bo'ldi? Nimaga yig'layapsan o'zi? Aka, bugun mahalladan odamlar kelishdi. Nimaga? Tinchlikmi? Beva yetimi bor ayollarni ro'yxatga olishayotgan ekan. Bir saxiy odam o'yoq berayotgan ekan. Mani tanlashibdi aka. Aka, endi o'zim uyim bo'lar ekan. Bolalarim bilan bosh egmasdan yashaydigan uyim. Shuncha payt meni ham, bolalarimni ham tashlab qo'ymadingiz. Og'ir kunimda yonimda bo'ldingiz. Rahmat sizga akajon. Agar siz bo'lmaganingizda biz nima qilardik? Yig'lama. Demak, seni haqqing ekan. Bolalaring uysiz o'smasligi kerak. Aka. Ye? Akangizmi? Unda jigaringizni uyini o'zingiz remont qilib beribsiz ey. Qara yonasanmi meni ko'zlarimga bir kun, yonimdan o'tganingda. Qara yonasanmi meni ko'zlarimga, qiyomat o'rtasida. Qara yonasanmi meni ko'zlarimga bir kun, yonimdan o'tganingda. Qara yonasanmi meni ko'zlarimga, qiyomat o'rtasida.